Assalomu alaykum qizlar, bugun sizlarga sotuvbop magazinlarga topshirsa bo'ladigan paxlava retseptini o'rgatmoqchiman. Demak, elangan unga saryoni, xona haroratida erigan saryoni solib yaxshilab urvoq qilamiz. Bu orada men chayni sodani ham qo'shib yuborganman, ko'rinmabdi. Vanilin sovunman, yarim choy qoshiq aralashtirib yuboraman-da. Smetana, olib qo'ygan tuxum sarig'i ajratilgan solaman. Bitta tuxum sarig'ini olib qo'yaman ustiga surishga. Keyin yumshoq xamir qorib olamiz. To'kilgan ushoqligiga ahamiyat bermaysizlar. Stolim balandligi uchun neudobno bo'ldi. Shunaqa yumshoqlikda bo'ladi. 20 minut xolodilnikka tindirishga olib qo'yamiz-da. Bo'laklarga bo'lib olamiz. 3 ta bo'lakga bo'lamiz. Keyin yong'og'imizni shunaqa qilib maydalab olamiz. Blenderda qilsanglar juda mayda bo'lib ketadi. Qo'ygan tuxum oqini yaxshilab ko'pirtirib, shakarni ozgina-ozginadan solib, qattiq penka qilib olamiz va xamirimizni yoyib, chetlariga sal chiqarib yoyamiz-da. Tuxumni ko'pirtirgan oqimizni surib, maydalagan yong'oq va mayizni solib, ikkinchi xamirimizni ustidan yopamiz. Menga o'xshab planetarniy mikserda ko'pirtirish shart emas. Qo'l mikserida yaxshiroq bo'ladi. Albatta tayyorlab ko'ringlar, juda ham mazali, yumshoqqina bo'ladi. Ikkinchisini ham shuna qilib yopib olamiz-da. Men qolgan xamirni keyingisiga ishlatib yubordim. Yopib olamiz. Tuxum sarig'ini suramiz-da. Chetlarini yopib, keyin ustini kesib chiqamiz. Hamma masallarni aniq qilib videoning tagida yozib qoldiraman. 30 ga 40 lista qilganman. Shunga yarasha masalliq yozib qoldiraman. Ustiga shakar bilan suvni qaynatib, quyib chiqdim, yaltirab chiqish uchun va shirin bo'lish uchun.